Bo'pti, gaplashamiz. Xo'p. $2 o'xshab yuvib ketma. Ha. Dada. Buvim doim dasturxonni boshida gaplashmasdan jim o'tirish kerak derdilar. Tushunmadim. Sen hozir menga aql o'rgatyapsanmi? Yo'q. Men sizga shunchaki buvimning gaplarini eslatyapman. Mana, ko'rib qo'y. Olib mushtay bo'lib turib otasiga nasihat beryapti. Bu san tarbiyang, tushundingmi? San tarbiyang. Jahli chiqmasin. Bolada har Qandoq jahling chiqmaydi? Bolaligi qoldimi? 18 ga kirdi. Agar yoqmasa, bitta dasturxonda men bilan ovqat yemagin, tushundingmi? Ana katta ko'cha. Kayfiyatim rasvo qildi-da. O'zicha hammasi aqlli.